Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, qo'chqor, sovliq ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan bir dehqon ukamizni xonadonlariga keldik. Xo'p, mana bu yerda boqilyapti sovliq, qo'chqor hammasidan bor ekan. Shularning ma'lumotini qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Xo'p, necha oydan beri boqilyapti, qanchadan yem yeyapti, oyiga qanchadan foyda qilsa bo'ladi, shu haqida ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Qani bo'lmasa boshladik. Bu yog'ida ukamizni o'zlari. Farmaga charchadik. Tuzimsiz, yaxshimisiz? Qo'yiladi bugun bog' sirlarini qancha, necha oyda qancha foyda qiladi, hammasini to'liq ma'lumotni o'zimdan olasiz. Qo'ldan kelgancha berib boramiz, a? Hammasini ipida ignasiga dov beramiz, xudo xolasa. Bo'lmasa birinchi nimadan boshlaymiz? Sehrli qozonimdan boshlaymiz, keling. Birinchi sehrli qozondan boshlanadi. Mana qaranglar. Mana. Mana bir mahali berilgan. Bir mahal berilgan. Mana katta qozon. Xo'p, qozonimiz necha litrli endi? Qozonimiz haqida ma'lumot bersangiz. Litrini to'g'risi aniq bilmadim. 100 litr deydimi, necha litr deydi? 100 litr atrofida chiqaversa kerak. O'chog'imizdan chiroyli qilib qurilgan ekan. O'zini ko'ngidan mana ochingchi qopqog'i ham zakasnoy. Qopqog' ham zakasnoy. Necha xil yem bor endi? Makka bug'doy. Makka bug'doy bo'ldi. Qaynatilgan mana, ichini ezib, mana shishib yolli yotibdi. Xo'p, necha kilodan solinadi endi bu? Bir qop makka, bir qop bug'doy. Bir qop makka, bir qop bug'doy. 4 qop bo'ladi jami. Yo'qmi? Mana pishadi. Pishgandan keyin 4 qop bo'ladi. 4 qop bo'ladi. Mo' qaranglar lekin. Pishib yolli yotibdi. Hozir bug'doy ham. Kecha pishirilgan, hali issig'i ketgan yo'q mana. Bu yerda asosan pishirib berilar ekan, a? Hammasi pishirib beriladi. Bunga yana boshqa yer bo'ladi. Yo'q, qo'shiladimi? Kepakka, ozgina miqdorda kepakka aralashtirib beriladi. Ozgina miqdorda kepakka aralashtirib beriladi. Kepak makka bug'doy, narxi bir xil, kepak kuchi yo'q. Bu to'lka makka bug'doy. Makkani necha pulda olasiz kilosi? 3000. 3000 so'm. Bug'doydikichi? Bir xil. 3000 dan. Bug'doydiki ham 3000. Kepakchi? Kepak ham 3000. Hammasini narxi 3000 so'mdan mana. Mash qozonda asosan bu yerda pishirib beriladi. 100 so'm, 200 so'm farqi bor. Mashinada endi to'la pishsa nechta qo'yga yetadi? 100 ta qo'yga yetadi. 100 ta qo'yga 2 mahalga. Ertalab pishiriladi, shu bilan kechqurun beriladi, ertalab beriladi. Yana abitda pishirib, kechqurun, ertalab. Kechqurun nechida beriladi? Endi vaqtini ham aytib o'tganimiz yaxshi. Kechqurun 8 da, ertalabki 6 da. Ertalab 6 da, kechqurun 8 da. Bo'lib berilaveradi. Bo'lmasa bu yoqda akalar qo'ylarni ko'rsatamiz. Qo'ylar ko'radi. Endi bu yerda nechta boqilyapti? 80 ta atrofi, xudo xolasa. 80 ta atrofida boqilyapti. Bular ham tayyor bo'lib qoldi o'sha. Mana. Xo'p, birinchi shu qo'ramizdan boshlayveramiz. Bu yerda nechta endi? Qayda 10 ta. Bu yerda 10 ta. Hammasi qo'chqor. Ha. Bular endi sinovga, barnaga bular sinovga tashadi. Qo'chqor birinchi baqishim. Qo'chqor birinchi baqish. Xo'p, uzog'i necha oygacha boqiladi bu yerda? 2 oy boqaman. Sog'liqda 2 oy boqaman. Qo'chqorlar ham hozir 2 oy bo'ldi kelganiga. 2 oy boqiladi. Endi yemimiz to'g'risida bitta savol bor. Pishirib bergan yaxshimi yo o'zini qurib bergan yaxshimi? Endi har kim har xil bor. Kimdir pishirmasdan quruq berar, kimdir pishirib berar. Kuniga yutkizib qo'yadi, pardnaka unda. Kuniga yutkizib qo'yadi. Quruq bersa qarang. Mana unutib, mana shishib yotdi, to'g'rimi? Tez hazm bo'ladi. Qo'y tez tayyor bo'ladi. Semirishi tezroq bo'ladi. Semirishi tezroq bo'ladi. 2 oyda semirib yetiladigan qo'y o'sha atalaga berilsa-da, mana qaynatib berilsa, 2 oyda tayyor bo'ladigan qo'y, o qurug'ini bersangiz 3 oy, 3,5 oy, 4 oyga o'tib ketadi. 4 oyga o'tib ketadi. Sharoiti borlar pishirib borganga yetmaydi. Gap yo'q lekin mana. Bu yerda endi asosan birinchi qo'ramizda qo'chqor. Qachondan beri boqilyapti bular? Bular 2 oy bo'lib qoldi. Bular 2 oy bo'lib qoldi. Qo'chqorni necha oygacha boqmoqchisiz endi? Qo'chqorni endi men birinchi boqishim yana 2 oy boqaman. Yana 2 oy boqiladi. Endi men qo'ramiz to'g'risida ham ma'lumot bersangiz. Xo'p, uzunasi necha metr endi? Uzunasi bularni to'g'risi razmerini aniq bilmayman. Endi taxmini bir 30 metr bor. 30 metr xotirjam chiqaveradi. Eniga menimcha 5 metr atrofida 5 metr chiqaveradi. Lekin har bitta qo'rani bo'lib qo'yilgan ekan. Mana aka, bu yog'ida mana suvlar. Yemga olib kelib berganda talpa qilib bir-birini qisib vermaydi. 15 keng yurish uchun bo'lib qo'yilgan qo'ylar. Oxirimizda mana chiroyli qurilgan. Ha, shaxti ham mana. Nomiga esa bo'ldi. Buni qasaq.
bir mashinasini 1.300.000, 1.400.000 atrofida o'zlari to'kib ketishyapti. Bir mashina bosib olib kelishadi. Katta mashinada 53 ta. Bu mana shu. Managa yeb tursa bo'ldi. Bu adashmasam G'o'zapayaniki. Ha, G'o'zapayaniki. Hamma hashardan kuchli. Shundan beriladi. Ha, Yana qanaqa yashab beriladi? Yo'q, hasha berilmaydi. Boshqa mashinani ham o'tib beraman. Hozir uni ham ko'rasiz, ko'chaga o'tib qo'yganmiz. Ha, buni ham o'tib beriladi. O'tib beriladi. Mana. Ha, bu kol vaksinalari necha kunda bir bo'lyapti? Ichiga o'tib ko'rsatsak bo'laveradimi? Sababi yaxshi ko'rish uchun. Endi bu yoqda mana taxtalar oldida yaxshi ko'rinmasligi mumkin-da. Aha. Mana. Jonivorlar. Mana qaranglar. Ichkarilarda ko'rsatamiz akalar mana. Mana nima unga bilasizmi, bu nima qo'yiladi? Qo'chqorlar suzishadi, mana sovuqlarda yo'q. Qo'chqorlar suzishadi, buni bilan o'ynashib suzadi. Lekin bir-biri bilan suzishmaydi. Mana buni bilan o'ynashaveradi, xotirjam. Suzishmaklik uchun mana bunday narsalar qo'yib qo'yilgan ekan. Mana qo'ylarimiz akalar. Jonivorlar qaranglar ekan. Mana. Mana taxtinaga qo'chqor. Xudo xohlasa. Deyarli semirib qopti bular, ha? Mana. Ishlatmayapti-yu. Bularni yetmayapti, mana qaranglar lekin mana. Narxi bor-ku, o'ta arzon kelgan. Nech pulda olgansiz? 1,5 million, 1.550 dan kelgan mashina. Hammasi teng kelganmi yo terib olganmisiz? Teng kelgan endi katta kichik har xil bo'lib. Har xil o'zi mana. Mana buni ham o'sha 1.550 bo'lgan. Mana. Kattasi ham 1.550.000 so'mdan olingan, ha? Qo'chqorlar qaranglar. Mo' qaranglar ekan. Yemdi yegandan keyin endi qo'chqor qaranglar. Asosan nimaga boqilyapti bular? So'ygani tayyor. Mana ehsonlarga bo'lsa sotilaveradi mana. Ehsonlarga endi qarang-da, ko'pchilik shu narsani aytib o'taylik, sinalgan variantidan bo'lsin deganlar uchun mana telefon nomer qo'yib qo'yaveringlar. Telefon nomerni qo'yib o'tasiz. Ha. Sotilaveradi. Boqqani deysa, boqqani qilib beraman. O'zim savdogarman. O'zingiz savdogarsiz? Savdogarman. O'zim qiziqaman, qo'y boqaman. Yo kimdirlar aytayapti, qo'yoqlik yemayapti, yo bundan nimadir yapti. O'tgani, ukardorisi qilinganini tov beraman. Mana xotirjam akalar ehsonga so'ygan bo'lar. Dadani semiz lekin. Travesiga necha kilo chiqadi? Travesi bir 55 chiqsa kerak. 55 kilo chiqaveradi, lekin endi u yog'i kimdirlar qiziqib telefon qilsa, lekin bitta yaxshi ehsonda o'tkazadi mana. To'shlari ham to'lyapti. Tarnaga. Mana. Xo'p, endi shu o'rinda bitta savol. Narxini ham arzonroq beraman. Dehqonchilikda bu xudo xohlasa. Dehqonchilik narxi ham arzonroq bo'ladi. Gap yo'q lekin mana shu qatori shu yo'nalishda kattalar mana, kattalar sotiladi. Kattalar, oldi tayyor o'g'illari xotirjam tayyor o'g'illar sotilaveradi. Mana. Kimdir 10 ta bog'ar, kimdir 5 ta bog'ar, kimdir 100 ta bog'ar, kimdir 80 ta bog'ar. Har kim sharoitiga qarab boqaveradi. Mana 10 ta boqmoqchi bo'lganlarga mana shunday kichkina qo'ramizda. Lekin akalar 20 ta sig'adi. O'zatli joyimiz katta mana. Mana shu yerda o'zi ham 5,5 metr xotirjam chiqaveradi mana joy. 5 metr. Hech qancha joyda olmaydi mana. Bu yog'i 2,5 metr, 3 metr atrofida. Taxmin aytilyapti, o'lchab ko'rilgan yo'q. Boqmoqchi bo'lganlarga xotirjam hali uyda yosh bolasi borlar, maktab o'quvchilari qarasa bo'ladi. Bir joy kichikroq bo'lsa ish qilib olsalar, bahsa bo'laveradi. Qo'chqardi qarang. Akalar, olingan narsa hech ham ziyon qilmaydi. Qarang, foyda qiladiki, to'g'rimi? Ziyon qilmaydi. Ziyon qilmaydi mana shu. Xo'p, bular 2 oydan beri boqilyapti. Ha, 2 oydan beri boqilyapti. Endi shu o'rinda bitta savol. Oyiga qanchadan daromad qilsa bo'ladi? Taxminan o'rtacha hisobda aytavering. Bitta qo'y farnaga sovliq mana boqyapmiz. Hozir olgan narximda sotilish narxini aytib ketaman. Sovliq o'tganimizda. Sovliq boqyapmiz, qo'chqar aytdimi birinchisi? Qo'chqar birinchisi. 2 oyda tayyor bo'lyapti. 2 oyda o'tib ketgani yo'q. Sovliqlar. Ha. Bitta qo'y $50. Yem hashagidan tashqari 650 ming bo'ladimi? $50 hozir? Ha, 600 ming oshiroq bo'ladi. Taxminan. Taxminan 650 ming foyda qiladi. 2 oyda tayyor bo'ladi bitta qo'y. Bu degani 325 mingdan. 1 oyda 325 ming. O'rtacha hisobda 300 mingdan deganingizda ham 300 mingdan. 300 mingdan xotirjam foyda qilaveradi. Xohmoqchi bo'lganlarga xotirjam. Men hisoblab mana shu gapimni isbotlab qo'ya olaman. Telefon qilishadi, nomerimni qo'yib keting. Isbotlab qo'yaman. Uyimga kelishadi. Olinayotgan o'sha orig'ini, yo'q, bu orig'i qimmat keladi, bizga qimmat o'radi-yu dehqonlarga deysa, orig'idan tov beraman. Orig'idan tov beraman. O'tgan ukardori, ponni emlashlar bo'lganini tov beraman. Gap yo'q. Bo'lmasa endi sovliqlarni ham ko'rsataylik. Mana. Akalar, bu yog'ida sovliqlar. Mana 15 ta 20 ta qamab qo'yganmiz. Mana bu yog'i ham o'tib olamiz-da, akalar. Mana. Xo'p. Bu yerga endi nechta
Pardagi ayda 15 ta 20 ta. Mayli 15 ta 20 ta bo'lib qo'yilgan ekan. Xo'p, necha oydan beri boqilyapti bular, sovliqlari? Bular pardagi 40 kun bo'ldi. Necha ekan? 40 kun bo'ldi. Deyarli 1 oydan oshdi. Ha, 1 oydan oshdi. Xo'p, necha pul oladingiz bularni? Bulari 1 million 500 1 million 500 dan ichida o'tgan. 1 million 500 mingdan ozginada o'tgan. Yoshlari-chi? Yoshlari qari. Yoshlari qara. Endi go'sht yo'nalishiga boqmoqchi bo'lsa, yaxshi. Yo'q, qari qo'ydi biz tomonda olmaydi-yu deysa, mana vodiy, voha qassoblarim bor. Xohlasa so'yib beradi. Kilasini kelishib, xohlasa trigvesini oladi. Endi siz sovliq boqaman deyapsiz, to'g'rimi? Sovliq qanaqasida boqsa yaxshi tez o'zgaradi. Siz 2 oyda semirtiraman deyapsiz. Sovliq deydi, oriq, haligi ko'rimsiz qo'ylar bor, ham savob bo'ladi. Ham foydasi zo'r bo'ladi. Go'sht yo'nalishiga boqmoqchi bo'laveradi. Bo'laveradi. Semirtirib sotishadi nima? Uni zot olgan emas. 40 kun oldin 1,5 million oshroqdan olganman deyapsiz. Buni ushlab ko'rsangiz mana semizligini bilasiz mana. Men jonivorlar qarang. Semizlik mana. Encha badani ham yaxshi ekan bular. Dumbani qara. Bilqillayapti mana. Mana to'li yotibdi tagi ham, qarangda. Mo to'shni qara. To'shni qara. To'sham mana to'li yotibdi. Bitta ihsonni xotirjam o'tkazadi. Qo'y 30 kilo keladi go'shi. Mana. Mana. O qaranglar lekin mana. 30 kilo xotirjam chiqadi. Bor 25 kilo chiqsin. 25 kilo. 25 kilo. Mana. Shunda ham arzon. Shunda ham arzon. Semiz qo'yda mo'g'ara. Qovurg'a yo'q. Qovurg'a yo'q. Mana. Mana to'li yotibdi qo'y. Uzoq 2 oyda semirib chiqib ketadi. Ha, bu mana 40 kun bo'ldi. Tayyor bo'libdi o'zi. Oldi. Yana 20 kunda xotirjam tayyor bo'ladi. Pishirib berganda haligisi bilan sharofati bilan shunchalik. Qarang, fardiga. Qarang. O'tib ketdi akalar uni. Baliq bo'lyapti. Fardiga qo'y. Gap yo'q lekin. Xo'p, siz endi asosan sovliq boqar ekansiz, a? Ha, asosan sovliq. Mana. Xo'p, Endi almashish tez bo'ladi, abrot tez bo'ladi. Aylanish tez bo'laveradi. Ukol vaksinalar necha kunda bir qilinyapti? 10 kunda. Har 10 kunda qilinaveradi. 10 kunda qiladi. Hamma qo'ylar. Qo'limdan keladi. Endi buni foydasi bor, ziyoni yo'q. Foydasi bor. Ziyoni yo'q. Endi qari qo'y ichida qurt ko'p bo'lishi mumkin. Yangi olib boqmoqchi bo'lganlarga maslahatingiz. Olib boqish kerak, barnaga foydani mana. 50 ta qo'y boqsa yaxshi, o'sha kariyani yaxshi yerda ishlayapman deyveradi. 50 ta qo'y bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q ekan. Bo'lmasa 100 ta bo'lsa mana oyiga mana 50 dollardan qolsa 100 tasida qancha qoladi? 5000. 5000. Oyiga. Oyiga yo'q, oyiga emas. 2 oyda 5000 bo'ladimi? 2 oyda 5000 bo'ladi. Ha, 2 oyda. Bo'lgani oyiga 25 ta. Oyiga 20. Yomon emas. 25 ta qog'oz. Ozgina pul emas. Ha, bu yerda 80 ta deyapsiz. Endi qiynalmaysizda, barnaga mana. O'zingizda uyingizda behijolat xotirjam o'zingga bek deydi-yu. Bu yer firma emas mana. Firma emas, uy, oddiy uy. Uy sharoitida shunchalik qo'y boqish mana. Joyda ham hech qancha joy ham 15 million, 20 millionga xotirjam bitadi. 100 ta qo'yga joy qilaman deysa mana shunday qilib. Qishda salapan tutishadi. Oldiga salapan tutib qo'yilaveradi mana. Issig'i o'zi salapan sal tutsa bo'ldi. Issiq zo'r bo'ladi, sovuqda issig'i zo'r chiqadi. Mana shunday yerda xotirjam imkoniyati borlarga boqishni tavsiya, maslahat beraveramiz lekin. Lekin oriq qo'y kerak deysa, 100 ta deyishadimi, 200 ta deyishadimi qilib beraman. Ishqibozlarga sotilaveradi ham. Ishqibozlarga semizi ham sotiladi, orig'idan ham sotiladi. Orig'i ham sotilaveradi. Sababi narigi qo'chqorlarga aytib o'tgandek, telefon nomerni qo'yib qo'yamiz mana akalar. Lekin sovliqlar o'ta go'zal, vobshe dahshat semirgan mana. 40 kunda shunchalik zo'r o'zgarib, qiziqtirmaslik kerak boquvchiga. Boquvchiga yo'q, qiziqtirmaslik. Mana go'sht qattiq ham chiqmaydi. Semiz qo'ydi go'shti cho'tki chiqadi. Mana jonivorlar qaranglar. Deyarli qilqilayapti. Bular eng slabirog'i. Bular pastlari. Ha, mana bag'idan ko'ring. Mana. Bu yog'ida. Endi bari pastlarni alohida qilib qo'ymasangiz, hali semizlari bosib qoladi deydi-yu. Kattalar, ha? Bularni ham o'tib ko'rsataylikchi mana. Ha, o'tib bemalol. Mana akalar. Mana jonivorlar qaranglar lekin. Bular ham teng kelganmi? 40 kun oldin olingan? Yo'q, hammasi bir savdo bitta kelgan. Ha, bir savdo bir qo'ra. Bir qo'ra. Mana, bu yog'idagilarni ham ko'raverasizlar akalar mana. Bu yog'ida ham. Qo'ralarni ham ko'rasiz. O, u yoqda ham bor. U yoqdagilarni ham ko'rsataman. Jonivorlar qaranglar lekin. Xo'p, bittasini tishini ochib ko'rsatingchi.
Mana. Mana arzonroq beradi bozorda olib go'sht yo'nalishiga boqmoqchi bo'lganlarga Bo'laveradi. ham arzon. Ham arzon bo'ladi. O'zimizda jaydari bizni qo'yiladi. Yash qo'ydan kilosi 5 kiloga farq qiladi. Qassoblarimiz ham yo'q, isbotlanmaysan desa isbotlayman. Qassoblarimiz ham aloqaga chiqsin. Isbotlayman. Yash qo'y bilan qari qo'ydi, mana. Buningning kilosi 5 kilo, 6 kilo o'g'ir kelaveradi. Javob. Yaxshi ketaveradi. Kilasimi? Yo'q, foydasi bor. Faqat yash qo'ydi baqqanda mana shuni baqqan yaxshi. Mana. Xo'p, endi buni sotishchi. Sotish qassoblar mana shu uyimdan baraka qilamiz, xohlasam so'yib beraman. Xohlasam tirigicha baraka qilamiz, tirigicha ma'qul kelsa, tirigicha beraman. Endi yo'q, ahlim o'sha balandroq ko'zlasam so'yib olaman deydi. Mana shu yerda so'yishadi uyimda. Endi hali uyda 10 ta 20 ta bog' turganlarga endi bog'dagi endi sotishga endi nima qilamiz deyishga men nomerimni qo'yib qo'yasiz, startdagi. Ismim Bobirjon, sarent qo'yishadi. Qo'limdan kelganicha yordam tegizaman. Ma'lumotlar berasiz. Kimlar qiziqib boqish haqida o'rganishi mumkin. Ha, o'tkazib beraman. Ham arig'idan ham beraman. Ham desa sotishda ham yordam beraman. Ichiga bir kirib bir harom ish qilmayman. Dallolchilar bundaqa kerak emas. Realni bo'ladigan. Olishda lekin arig'i kerak desa, jajja poyda qo'yib sotaman, to'g'risi. Men o'zim savdogar aytdim-ku. Endi bu hobbiga boqiladi, qiziqish qali endi uyda. O'zimiz ish qilib bor. Xo'p, bo'lmasa akalar, oxirgi qo'ramizni ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Bu yog'ida ham Ayda ham bir 20 ta bor, farqli. Bu yerda ham 20 tacha bor. Mana akalar. Hammasi 20 tadan bo'lsa mana o'zi o tepa qo'roqlarda ham bor-da. 90 ta bor ekan. Qo'chqonlar bilan 90 ta bor. O'zingiz ham bilmas ekansiz, nechtaligini. 94 bilmayman. Gap yo'q lekin. Mana akalar, uy sharoitida mana shunday boqilar ekan. Qo'ldan kelgancha maslahatlarni oldik. Bu yog'ida ham mana qo'ylar o'zi. Deyarli hammasiga yemlar teng bir xil berilar ekan. Yonida mana tuzlari turibdi. Tuz mana suvni ham ko'ryapsiz. Ikkita qo'raga bitta. Ham bu qo'ra, ham nari qo'ra ichaveradi. Ichaveradi. Suvni qarang. Ularni 20 ming so'mga beray, 20 ming 30 ming. Ma to'g'rasini? To'g'rasini. Vanna. Vanna tag'arang kichkinasi. Gap yo'q. Akalar, agarda videoyimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Endi u yoqda qo'ylarni ko'rsatamiz mana. Xo'p akalar, mana bu yog'ida ham bor aka. Mana ta'rnaga yetilib qoldi, xudo xolisa qo'ylar. Ular tayyor yetilib qolgan, ha? 30-35 kilo yuk qilaveradi. Bu jonivorlar qaranglar lekin. Haqiqiy badani zo'r semirib qolibdi. Zo'r semirdi, ha. Bular qachon kelgan? Menimcha bular oldinlar ertaroq kelgan bo'lsa, ya teng kelgan. Yo, narigilar sizni ko'zingizga ko'rinmadincha bir xil et bosh. Yo'q, bular menga kattaga o'xshayapti. Ha, endi haligi aytdim-ku, sartiribga qilib qo'yilgan-da. Bular eng kattalari. O bitta ko'rdingiz, eng pastlari. Keyingi ikkita qo'ra ham normalniy. Sartiribga qilib qo'yib qo'yilgan-da. Bo'lib, lekin akalar ichkaridan ko'rsatmasa bo'lmaydi. Bu qo'ylar qaranglar. Badani zo'r semirib qoldi. 25 ta bo'lmashaydi. Endi qarang. Bitta qo'y kuniga nech pul rasvot qilishi mumkin? Bitta qo'y 1 oyda 100 ming. Kuniga 1 kilo yem yesa, yemaydi. Yarim kilo yem bir mahalga ertalab yarim kilo, kechqurun yarim kilo yesa 3 ming bo'ladi, to'g'rimi? 1 oyda 100 ming, 90 ming bo'ladi, 10 ming hashaga chiqib kelsa 100 ming bo'ladi. 1 oyda bitta qo'y yetilguncha 200 ming so'm rasvot qiladi. Bitta qo'y 200 ming rasvot qiladi. 200 ming so'm rasvot qiladi. O'tib ketmaydi undan. Yo'q, undan o'tib ketmaydi. Aynan. Nimagaki kuniga 1 kiloni yeb qo'ya olmaydi, bo'g'ib qoladi qo'y. 1 kilo pishirib berilganda. 1 kilodan kam ketadi-da. Mana. Akalar, bu jonivorlar qaranglar lekin. Qo'ramiz ham haqiqiy shinamgina chiroyli tushgan ekan mana. Mana buni bo'sh qo'raladi, fardaga sotildi. Mana. Ha, bu qo'radagilar sotildi. Buni ichkari qo'ra qara. Mana. Ikkita qo'radagi yetildi, sotildi. 50 ta sotildi-da. 50 ta sotildi. Ha, bu qo'ra ham to'laydi, bu ham. Mana. Bu ham to'laydi mana. Bir joyga ketdi. Bitta qo'sab o'zlari shunday barakani qilib olib ketishdi. Xo'p, endi mana uni ham ko'rsatamizmi? Uytib berilgan. Akin, uytib qo'yganmiz. Mana pardnaga. Buni uytib beriladi buni. Uytib mana, qara.
Yemshab bo'lib qoladi-da, qarang, mana. Yemshab bo'lib qoladi. Qari qo'ylar qiynalmaydi yegani. Savob bo'ladi, aytdim-ku birinchi sizga. Bu birinchi duosini olish kerak. Quruq ham zo'r yeydi. Quruq ham yuradi. Unda qiynalmaydi. Ko'rdingizmi, tishi yo'q. Mana bunda mana shu nechta qo'yga yetadi endi buni? 100 ta qo'yga bir mahalga yetadi. 100 ta qo'yga bir mahal. solinsa, 100 ta qo'yga bir mahalga yetadi. Mana razmeri ham 60 ga 60 konteynerdan qurilgan ekan. 120 120 ga, bo'yi 45 atrofida chiqaveradi mana. Ha. 40-45. Bu vanna ham sotib oldik-da, 150 mingmi bo'ldi? 150 mingga sotib oldingiz buni. Ha, magazindan sotib oldim. Ha, 3 ta shilaka bulatni qo'yib qo'yibdi. Bostirib qo'yib qo'ydi. Mana tagida qarang, parnaga, tagida suv. Cho'tga joylashgan bu ham. Bu ham lekin zo'r yerga joylashgan ekan. Suv uzilmaydi, deydi. Suv uzilmaydi. Mana qaranglar, mana o'zi beyaniki. Shu qo'y yeb, bunda ham vitamin bor. Hashak kuchli bu buni hali o'zimiz payalardan. Paya. Bu mana bu qarang. Mana. O dolagliklari ham bor-da. Ko'saklar. Ha, ularni ham qo'shib. Ha, aralashgan. Buni ustiga yem qo'shib beriladi, o'zini olib Yo'q, kepak beriladi. Kepasi Oz beriladi. miqdorda kepak beriladi. Qara qo'ylar qiynalmaydi, Qiynalmay, maza qilaydi. Birinchi o'rinda savob bo'ladi, keyin foyda bo'ladi. Mana. Pulni tejashda bu nariga hashaklar qimmat tushadi, parnaga. Bu arzon tushadi. Buni nech pulga oldim dedingiz Katta buni? mashinada parnaga 1 million 200, 1 million 300, 1 million 400 ming tashab ketyapti. 1 million 200, 1 million 300 ming so'm, 1 million 400 ming so'm, ha? Tashab ketiladi. Bu ancha ketadi. Katta mashinaga ancha sig'adi. Xo'p, Hashagam zakaz qilsa, tanishlar bor, hashagam tashakkuz beramiz. qisqasi nima kerak bu savollar ya Savollar bo'lsa, bilmagan narsalarni so'rashsa kelishtirib qilishaveradi. Behijolat 24 soat o'zim savdogar. Qo'y deysa qo'y. Hashagiga da o'tib beraman. Makka bug'doyga da. gap Hamma yo'q yoqdan lekin. tanish bor. Joni hisobi shunchalik vaqtingizni ajratib video qilishga ruxsat berganingiz uchun. Xo'p, bugungi videolarimizda shular, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar. Ha, xudo xolasa mana ikkita qo'raga yangilar keladi. Unda ham chaqiraman. Necha puldan bo'lganini aytaman. Olingan narxida ham yana bir video qilamiz, lekin oriqlarni olib kelaman. Ikkita qo'ram bo'shadi-yu. gap yo'q. Akalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bir donada like bosib qo'yasizlar. Shuncha mehnatimizni qadriga yetib bitta like, bitta kommentariyada chiroyli bir so'zlarni qoldirasizlar. Xudo xolasa. Gap yo'q. Sizga ham rahmat. Joni hisobisi. Mana endi arzon qo'ylarni olib kelib yengillatib sotavering semirtirib. Musofirda akalarimizga salom yo'llab qolamiz. Akalar o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Havas qilganlar, niyat qilganlar, like ni tirs bosaverasizlar, kommentariyaga fikrlarni yozib qo'yasizlar.